Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi və Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun direktori Ömer Qanat və Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun proqram yetakçisi Peter Even əpəndiler 27 oktyabr günü New Yorkda çağırılğan BDT'de fəaliyyət göstərətən Kişilik Hüquq Təşkilatları Komitetining yığınına qatnaşış jarayonida mazkur yığınğa cəlvədən kelib qatnaşqan. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Volker Türk'nin yardımçısı Krayik əpəndi bilan görüşüb, Ali Komissarlıqdan BDT tərəfindən bu yıl 31 avqust Uyğur vəziyyəti haqqında elan qılınan dokladda o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarning amaliylashishi uchun haydakchilik qilishni talab qildi. Ömer Qanat əpəndim görüş jarayonida qilgan so'zida faqat doklad e'lon qilib qo'yishning kifoya qilmaydiganligini, BDT Kişilik Hüquq Ali Komissarligining dokladda o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarning ijro qilinishiga haydakchilik va nazoratchilik qilish mas'uliyatining borligini eslatib o'tish bilan birga, Kişilik Hüquq Ali Komissarligidan Uyğur vəziyyəti haqqındakı dokladni BDT Kişilik Hüquq Kengashiga a'zo davlatlarning maxsus muzokara qilishiga sunishini və BDT Kişilik Hüquq Kengashida Uyğur masalasi haqida maxsus tekshirish komiteti qurib chiqib, Sharq Turkistonning vaziyati haqida davomli tekshirish elib berishni talab qildi. Ömer Qanat və Peter Even əpəndiler yana 27 oktyabr və 28 oktyabr kunlari 10dan ortiq davlatning BDTning New Yorkdagi bosh shtabida doimiy turishliq elchilari bilan ayrim holda ko'rish elib berib, ularga Uyğur vaziyatining yangi yuzlanishi haqida ma'lumot berish bilan birga, ulardan BDTda Uyğur masalasi uchun kuch chiqarishni, bo'libmi BDT Kişilik Hüquq Kengashining kelar yili 3-oyda chaqirilgan 52 növbətlik yığında Uyğur məsələsinin alayda müzakirə qoyuluşunu qolğa keltirish üçün tirişçanlıq göstərişini tələb qildi. Ömer Qanat əpəndimning stansiyamızga bildirishicha, ularning bu qatim New Yorkda elib berayotgan faoliyatlarning asosli maqsadi BDT Kişilik Hüquq Kengashiga yangidan to'liqlab saylanish ehtimoli bo'lgan davlatlarning Uyğur masalasiga bo'lgan qo'llashini qolga keltirish va BDT Kişilik Hüquq Kengashining oldimizga yil 3-oyda chaqirilgan umumiy yig'inida Uyğur masalasi haqida maxsus muzokara elib berish to'g'risida qaytadan taklif loyihasi sunilib, uning ma'qullanishini qolga keltirish bo'lib, chunki BDT Kişilik Hüquq Kengashiga a'zo 47 davlatning ma'lum bir qismi kelar qatimliq Kişilik Hüquq Kengashining yig'iniga qadar olmishidi. Amerika bilan Angliya boshchiligidagi 8 davlatning BDT Kişilik Hüquq Kengashining kelar qatimliq yig'inida Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini muzokara qilish haqida sungan taklif loyihasi 6 oktyabr Janvadagi BDT Kişilik Hüquq Kengashining 51 navbatlik yig'inida 17 davlatning qo'llab ovoz berishi, 19 davlatning qarshi ovoz berishi va 11 davlatning ovoz berishdan voz kechish natijasida rad qilingan. Garchi ovoz berish huquqidan voz kechgan Ukraina keyin mazkur taklif loyihasini qo'llaydiganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo Ukrainaning bu taklifi BDT Kişilik Hüquq Kengashi tarafidan e'tirof qilinmagan edi. Mazkur taklif loyihasining kelar qatimliq BDT yig'inida qabul qilinishini qo'lga keltirish uchun hozirdan boshlab jiddiy harakatga o'tishning zarurligini ta'kidlagan Ömer Qanat əpəndim, oldimizki bir qancha kun ichida yana ko'plagan davlatlarning Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini ayblab birlashma bayonot e'lon qilishga hozirlanayotganligini, BDT Kişilik Hüquq yig'inining bu yilgi 51 navbatlik yig'ini jarayonida BDTga a'zo 48 davlat Uyg'urlarni qo'llab birlashma bayonot e'lon qilganligini, bu qatim birlashma bayonot e'lon qilgan davlatlarning sonining oldin qatimnikidan ko'p bo'lish ehtimoli kuchli ekanligini bildirdi. Amerika boshchiligidagi 23 davlatning o'rtaq sohibxonligida 26 oktyabr Birlashgan Davlatlar Tashkilotining New Yorkdagi markazida o'tkazilgan maxsus Uyg'ur masalasi haqidagi yuqori darajaliklar yig'indimi BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Volker Türk'dən BDTning Uyğur vəziyyəti haqqında e'lon qilgan dokladini a'zo davlatlarning muzokara qilishiga sunish va kelar qatimliq Kişilik Hüquq Kengashi yig'inida Uyğur masalasi haqida maxsus muzokara elib berishni qo'lga keltirish talab qilingan edi. Xalqaro Kişilik Hüquq Təşkilatları tərəfindən Uyğur irqi qırğınçılığı məsələsi sükut qılıb turilish bilan ayıplanıb kelgan Türkiye'nin 26 oktyabr günü BDTning New Yorkdagi bosh shtabida o'tkazilgan va Dünya Uyğur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa əpəndimning ichilish nutqi bilan boshlangan Şinjandagi Uyğur va boshqa Turkiy musulmon az sonliqlarning vaziyati nomli yuqori darajaliklar yig'iniga sohibxonlik qilgan 23 davlat qatoridan o'rin elishi va shundaqla Turkiye'ning BDT turishliq bosh elchisi Feridun Sinirli o'g'li əpəndimning yig'inda qilgan keskin so'zlari muhojirat Uyg'urlarni alayda mamnun qilibla qolmasdan chet ellik kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Siyosiy analizchilar buni Turkiyaning Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasida jiddiy o'zgarish bo'lganligining ro'shan ifodasi deb qaramoqda. Amerika, Kanada, Germaniya, Avstraliya, Angliya, Fransiya, Norvegiya, Albaniya, Chexiya, Turkiya, Yangi Zelandiya, Slovakiya, Shvetsiya, Estoniya, Avstriya, Gollandiya qatorliq 23 davlatning o'rtaq sohibxonligida o'tkazilgan va yuqorqi 23 davlatning BDT turishliq elchilari, Uyg'ur tashkilotlarining vakillari, Uyg'ur shoidlar, BDT amaldorlari va ma'muriy xodimlari,
ommaviy tashkilotlarning vakillari va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashgan yig'inda so'z qilgan Turkiyaning BDT turishliq bosh elchisi Feridun Sinirlioglu xalqaro jamiyatning Xitoyning Uyg'ur turklarga yurgizayotgan sistemalik kishilik huquq dafsanchiligi shundaqla buning Uyg'ur va boshqa musulmon oz sonli millatlarga ilib kelgan oqibatiga ko'z yumishga bo'lmaydiganligi, buningga qarta harakatga o'tish kerakligini ta'kidladi. Bosh elchi Feridun Sinirlioglu apandimning aytishicha, BDT kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'ur vaziyati haqidagi doklati Uyg'urlarning kishilik huquqining ig'ir dafsanchilikka, madaniyatining tahdidga uchrayotganligini dalillagan ekan. Feridun Sinirlioglu yana mundaq degan: "Afsuski, xalqaro jamiyatning Uyg'urlar uchrayotgan muomala to'g'risidagi barliq andishlari dalillandi. BDTning doklati Uyg'urlarning tub kishilik huquqi va erkinligining ig'ir dafsanchilikka uchraganligi, madaniyat kimligi tahdidga uchrayotganligini isbotladi. Bu Uyg'ur turklarining o'z vatanida tinch, xotirjam va bexatar yashash fursati yo'qligini dalillamoqda." Feridun Sinirliogluning ko'rsatishicha, Uyg'ur turklarining o'z vatanida madaniyati va urf-odatlarini avlod-mavlod saqlab qolishi, tub kishilik huquqqa va izzat-hurmatga sazovor bo'lishi, shundaqla rahat yashash uchun xalqaro jamiyat cho'qim harakatga o'tishi kerak ekan. U mundaq degan: "Buning uchun xalqaro jamiyat o'zining andishlarini, shundaqla kutadigan umidlarini davomli aks ettirishi kerak. Bizning Shinjongdagi Uyg'ur turklari va boshqa oz sonli millatlarga qartilgan keng ko'lamdagi sistemlik kishilik huquq dafsanchiligi va uning keltirib chiqargan ta'siriga qarab turishimizga yoki uni ko'rmasga silishimizga bo'lmaydi. Bu dafsanchilikning ig'irlik darajasi darhol harakatga o'tishni jakarlashni talab qiladi. Navbatda Xitoyning kishilik huquq oliy komissariyat ishxonasi bilan hamkorlashib, dokladdagi tavsiyalarga amal qilishga va javobgarlikni surishtirishga chaqirish bizning o'rtaq majburiyatimiz." Yig'inda BDTning oz sonli millatlar masalalaridagi alohida tekshiruvchisi Professor Fernand Devarnes bu qitimliq yig'inda qilgan so'zida BDT kishilik huquq oliy komissarining bu yil 31 avgust e'lon qilgan doklatiga tushuncha berib, doklatda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining millat sifatida kollektiv jazolash nishoniga aylanganligining muayyanlashtirilganligini bildirdi. Fernand Devarnes so'z degani Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon turkiy millatlarini kollektiv jazolashda qanday maqsadga yetmoqchi bo'lganligiga savol qo'yish kerakligini bildirib mundaq dedi: "Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiy oz sonli millatlarni jazolashda qanday maqsadga yetmoqchi bo'lganligi o'zimizdan so'rab yiqishimiz kerak. Ular Xitoy Xalq Cumhuriyati markaziy hukumatining ba'zi siyosatlariga qarshi chiqqanlik uchun jazolanayotamdi yoki Uyg'ur va boshqa Turkiy oz sonli millatlarga kollektiv tahdid deb bekitilganligi uchunmi? Bu yerda diniy e'tiqodi, tili va madaniyatini yo'qotish yoki ojizlashtirish orqali kollektivni nishon qilish ahvoli mavjud. Bütün bir kollektivni nishonga ilish va ularni boshqalardan ayirish insoniyat tarixidagi bir zulmat. Shinjongdagi Uyg'ur va boshqa Turkiy musulmon oz sonliqlarning vaziyati mavzuliq bu yig'inda nurg'un diplomatlar Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli va BDTning Shinjong doklati haqida to'xtalib, BDTning doklatidagi tavsiyalarni qanday qilib yaxshi o'rindash to'g'risida ba'zi savollarni qo'ygan. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining muvaqqat direktori Trana Hassan yig'inda Uyg'urlarning ahvolini nazarda tutganda Uyg'ur masalasini muzokara qilish to'g'risida taklif loyihasi sunishning yetarli bo'lmaydiganligini bildirgan. U mundaq degan: "Yana bir qaror loyihasi kishilik huquq kengashiga sunilishi kerak. Bu qiladigan birinchi ish. Biz qaror loyihasining sunilishiga rahmat aytamiz. Biroq samimiylik bilan aytganda, biz kishilik huquq tashkiloti bo'lish sifatida bu qaror loyihasini yetarli deb qarmaymiz. Chunki bu dokladni muzokara qilish bilan cheklandi. Biz faqat muzokara qilib qo'yishni yetarli deb qarmaymiz. Buningdan jiqroq ish bo'lishi kerak. Bundaq qilishga sizlar uchun hech qanday to'sqinlik yo'q. Bu texmi ko'p dalil to'plashni talab qilmaydi. Sizlarning texmi ko'p narsalarni egilishinglarga hojat yo'q." Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlarining Uyg'ur masalasini BDT kishilik huquq kengashida muzokara qilishni talab qilib sungan taklif loyihasi 6 oktyabr Pokiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Saudiya Arabiston, Kuba qatorliq davlatlarning qarshi turish natijasida oz farq bilan rad qilinib, dunyoda zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan edi. 26 oktyabr o'tkazilgan bu yig'in Uyg'urlar haqidagi taklif loyihasi kishilik huquq kengashida rad qilinib, taxminan 3 haftadan keyin BDTda Uyg'urlar to'g'riliq ichilgan tunji yuqori darajalik yig'in hisoblanadi. Kanada parlamentining Liberallar partiyasiga tava parlament a'zosi Samir Zubayri tarafidan tayyorlangan Xitoydan qochib Turkiyada panohlanayotgan Uyg'urlardan 10 ming odamni Kanadaga yo'tkab kelib o'rinlashtirish haqidagi taklif loyihasining 26 oktyabr kuni Kanada parlamentida nolga qarshi 258 ovoz bilan ma'qullanishi muhojirat Uyg'urlarni, bo'libmi Turkiyada qiyin ahvolda yashayotgan Uyg'urlarni alohida so'yindirgan edi. Mazkur xabardan keyin Turkiyada pasportsiz va iqomatsiz yashayotgan va Kanadaga ketishni orzu qilgan qarindoshlarimiz orasida kuchli hayajon paydo bo'ldi. Bundan bir qancha yil burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan Turkiyada pasportsiz, iqomatsiz yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni Kanadaga yo'tkab kelib yerlashtirish harakatiga boshlamchilik qilgan Qurultay Qonun komitetining mudiri
Kanada Uyghur Haqlarını Qoğdaş Təşkilatının direktori Mehmet Toxti əpəndim məzkur qararının məzmuni və bundan keyinki basqıçlar haqqında toxtalıb mundaq dedi. Bu, Ukraynalılarga qandaq alayda imtiyaz bilan Kanadaga kelish imkoniyati yaratilgan bo'lsa, Uyg'urlarga shundaq imtiyozning berilish haqida ilingan bir qaror. Mehmet Toxti əpəndi Kanada hökumətinin musafirlarni rasmiy qabul qilishni qachondan boshlash, kimlarni qabul qilish rasmiyatlarini qandaq bejirish, bexatarlik va musafirlarni qandaq o'rinlashtirish qatorliq hal qilishga tegishli konkret masalalarning mavjudligini, uningdan boshqa yana Uyg'urlar navbatda yashayotgan davlatlar bilan bo'lgan diplomatik masalalarning mavjudligini ta'kidlash bilan birga, Kanadaga kelishni orzu qilgan qarindoshlarimizning biroz savr qilib saqlashi lozimligini ifoda qildi. Mehmet Toxti əpəndim Kanada parlamentida ilingan bu qarorning Uyg'urlarning muhojirat tarixidagi tarixiy ahamiyatga ega bir qadam ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Bu 10 ming Uyg'ur kelgusida 20 ming, 30 ming bo'ladi. Sharq Turkiston davosining ingliz tili va fransuz tilidan iborat ikki cho'ng xalqaroliq tilliq ziyolilari Kanadada yetishib chiqadi. Qozog'iston uzun yillardan buyon Uyg'ur davosi bilan aktiv shug'ullanib kelgan vatansuyar o'g'lonimiz Turduboqiyev Toshpo'lat Mutallib o'g'lining 26 oktyabr kuni Olmaota oblastiga qarashliq Uyg'ur noyisining Charin yezdi kasallik sababi bilan vafot bo'lishi Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlarimizni cho'nqur azobga soldi. 1956 yılı Sharq Turkistonning Nilqi noyisida tug'ilgan Turduboqiyev Toshpo'lat Mutallib o'g'li 1963 yılı ailesi bilan birga Qozog'istonga hijrat qilib chiqqan edi. 1974 yildan 1976 yilgacha sobiq Sovet ittifoqi armiyasi tarkibida Ukrainada harbiy vazifa o'tagan va 80 yillardan boshlab Uyg'ur davosiga aktivlik bilan ishtirok qilib kelgan milliy kurashchimiz marhum Turduboqiyev Toshpo'lat Mutallib o'g'li Qozog'istonda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining va Dunyo Uyg'ur qurultiyining eng aktiv qo'llovchilarining biri edi. 27 oktyabr kuni Uyg'ur noyisida marhumning namozi tushirilib yerlik qo'yildi va Qozog'istondagi ko'plagan qarindoshlarimizning qatnashishida marhum uchun maxsus nazar o'tkazilib, ro'yiga Fatiha o'qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Iso apandim bu munosabat bilan istansimiz orqali yo'llagan ta'ziyasida fidokor Cesur milliy kurashchimiz Turduboqiyev Toshpo'lat Mutallib o'g'lining vafotidan cheksiz qayg'urganligini, bu munosabat bilan marhumga Allohdan rahmat, oilasidagilarga sabr tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga, marhum Turduboqiyev Toshpo'lat Mutallib o'g'lining uzun yillardan buyon turli besim va tahdidlarga pisand qilmay, Uyg'ur milliy mustaqillik harakatiga aktivlik bilan qatnashib kelganligini va Dunyo Uyg'ur qurultiyining xizmatlarini yaqindan qo'llab kelganligini, uning vafotining Uyg'ur xalqi uchun bir yo'qotish bo'lganligini, muhojiratdagi bo'libmi Qozog'istondagi Uyg'ur qarindoshlarimizning milliy kurashchimiz marhum Turduboqiyev Toshpo'lat Mutallib o'g'lining vatanparvarlik ro'yidan ulgilishi lozimligini bildirdi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sunduq. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.